sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlarda qolmagan bo'lsam, mana kechiring. Assalomu alaykum. Instagram, YouTube, TikTok kabi tarmoqlarda mashhur bo'lish oson. Story qo'yasan, zaldan 1-2 live qilasan, katta gapirasan, Markaziy Osiyolik biror taniqli sportchiga tahdidli chiqish qilasan, tamom. Kuzatuvchilarning o'zi seni qahramon qilib yuboradi. Lekin jang kuni belgilanib, oktagon eshigi yopilgach, endi telefonlar emas, xarakter, kuch va uslub gapiradi. Bu yerda Instagram yo'q, bu yerda erkakcha jang. Kecha Humo Arenada o'tgan Oktagon 84 turnirida Instagram va TikTokda shovqini baland bir necha o'zbek MMA'chilarining sharmandali janglariga guvoh bo'ldim. Azbaroyi dam olish kuni va bo'sh vaqtim bo'lgani uchun YouTube'da. Bilasizmi, bizning media jangchilarda deyarli hech narsa yo'q. Na uslub, na kurash, na kulachka, na bo'g'ish va na stoyka. Barchasida qo'shni davlat sportchilariga g'alabalarni berib yuborishdi. Ammo biznikilar bugun o'zlari odatlangani kabi yana Instagramda boshlashadi. Men tayyorman, menga imkon berishmadi, hakam aralashdi, menga jang bering, jang stoyka dedi va hokazo. Partirim yo'q, kurashim yo'q, uni men va'dasiga ishongandim. Qo'lay o'xshaymiz degan. U MMA 3 ta to'rtta ursa, u 3 ta to'rtta ursa turdirib olar ekan. Yo'q, muammo aslida imkoniyatda ham, hakamlar aralashuvida ham emas. Muammo bizning sportchilardagi intizomsizlik, mehnat qilmay faqat tarmoq uchun ko'rsatiladigan tayyorgarlik va kuchni aql bilan ishlata olmaslikda. Umuman olganda ularda tayinli uslubning da o'zi yo'q. Bizning oktagonchilarning deyarli barchasini mana shu muammolar yeb bitirmoqda. O'zbek jangchilarining tarmoqlarda shirilgan kuchi oktagonga chiqqandagi kuchiga umuman mutanosib emas. Ular aytganimdek faqat Instagram va TikTokda qahramon. Ular klaviatura qahramonlari. Xo'sh, maqtovlardan pufak kabi shirilgan Shahzod Gold Uzoqov deganingiz kecha nima qildi? Aytishlaricha, jangdan avval 24 soat Instagramda hayp, baqir-chaqir va raqibga nisbatan tahdidlar bilan shug'ullandi. Oqibatda esa MMA'da atiga bitta jang o'tkazgan ozarbayjonlik sportchi uni shunchaki yeb qo'ydi. Birinchi raundda. O'rtoqlar, haqiqiy jangchi hayp reelslar bilan emas, tayyorgarlik bilan, chiroyli sukut va jangdan keyingi natija bilan gapiradi. Agar siz jangchi bo'lsangiz, kommentda emas, zalda bo'ling. Instagram, TikTok, storieslarda emas, sparingda bo'ling. Chiqing Instagramdan, qayting oktagonga, reallikka. Muxlislar sizni tarmoqlardagi karam sho'rvangiz, valdirashlaringiz uchun emas, jangdagi jur'at va mahoratingiz uchun hurmat qilsin. Eplolmasangiz, yig'ishtiring vatan bayrog'i bilan ringga chiqishni ham. Hayf sizlarga sarflagan 120 daqiqa. Darvoqe, kecha vatan bayrog'ini chinakam himoya qilgan sportchilar ham yo'q emasdi. Masalan, shu kunlarda Niderlandiyaning Vakanzi shahrida o'tgan Tata Steel Cheese 2026 turnirida o'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov Masters guruhida barqaror va ishonchli o'yin ko'rsatib, turnirni yakka peshqadam sifatida yakunladi va chempionlikni qo'lga kiritdi. Shuningdek, Javohir Sindorov ham ushbu nufuzli turnirda O'zbekiston bayrog'ini munosib himoya qilib, kuchli raqiblar fonida raqobatbardosh o'yin namoyish etdi. Bu turnirda ikkinchi bo'ldi. Barakalla yigitlar, otangizga rahmat.